mahsulotimiz endi qizidi mana. Yaxshilab chiqazyapti. Qizigandan keyin, yaxshi qizigandan keyin o'zi yaxshi chiqaza boshlaydi. Mana, ko'ryapsizlarmi? Oh, qo'lni kuydiryapti mana. Qaynoq. Bemalol bidalarni ham solsa bo'ladi. Bidalarni drabilkadan o'tkazib mayda qilib solsanglar, bidani ham pres qilib mana shunaqa granula qilib beraveradi. Mana hozir chiqazib olamiz, bitta mahsulot toslayib ko'rsatamiz, oxirigacha chiqsin. Yaxshi qizigandan keyin bu mana shunaqa yaxshi chiqaza bo'ladi. Birinchi avval bir 10 minut, 15 minut solib turasiz, boshida yaxshi chiqazmasligi mumkin. Yaxshi qizib olgandan keyin mana shunaqa granulani hech qanaqangi manaqa nima deydi? Yonboshlari, g'adir-budirlari yo'q bo'lib, silliq bo'lib chiqa boshlaydi o'zi. Mana hozir matritsamiz mana atrofim bilan yaxshi qizigan. Qaynoq bo'lyapti mana. Mana bular ko'ryapsizlar, mana endi yaxshi chiqa boshlayapti mana. Mana chiqayotgan mahsulot. Yana solamiz. Mana yana solyapmiz. Oddiy makka uyimizda yormasi bu. Yorma qilganman. Xuddi shakardek yormasi. Buni qo'ylarga ham, tovuqlarga ham, mayda matrisalardan chiqqan tovuqlarga bersa bo'ladi. Keyin baliqlarni ham katta kichikligiga qarab matrisasini almashtirasiz.